Mana. To'g'ri tuzlar ichidan kirib ketyapsan. Tuzlar berasan. Uzgiba, Muhammad. Nima savob ekan? Bu yoqqa обязательно ustilarga bir narsa olinglar. Men hozir ustimda sviterim, undan bo'lmayapti. Mana. Issiq kiyim oldim. Çünkü soğuk. Pastga tushgan sari sovuq bo'ladi. Gördinglarmi? Mana yer oldi. Sovuq ekan. Tuzlar ko'rdim, tuz. Tuz bor. Uy, sho'rliklar. Suvlarni ham turar ekan, oqib turamkan. Yo'q, tualetdan qilib qo'ydi. Asmatiklar, asmasi borlar, astma borlar tavsiya qilinadi bu yerga kelish. Asmasi borlar kelib dam olishar ekan. 3-4 soat, 5-6 soat o'tirib chiqib ketishar ekan. Mana o'tiradigan joylar qilib qo'ygan. Mana tuz suvi. Qo'ysa bo'larmikan shu? Ha? Stakan qo'yib qo'yibdi. Uy. Cho'pa. Cho'pa. Mana yerlar polni tuz. Mana Muhammad senga o'ynaydigan yerlar. Mana tuzlardan hayvon bir narsalar qilib qo'ygan. Asminok. Aleyküm selam. Sosyal medyada o astımaya geliyor, kovaya geliyor. Neyin nesi bundan ya? Burada oturacağım 1-2 saat. Derin hava alacağım. Ya burada adam sapıtır, kaybedersin geldiğin yeri. Kattalar o'tirganda yosh bolalar zerimasin deb, chunki yosh bola tushunmaydi bu tuz foydasini. Zerimasin deb mana o'yinxonada qilib qo'yibdi. Yaxshi o'ylabdi. Mana bir sig'an tushib oling-chi o'g'lim. Hoppa, qale, zo'r ekanmi? Bitta aylanamiz. Yerni tagidamiz. Uni qo'lim g'alati bo'lib qoldi. Mana tuzli suv ushlaganimga. Qo'rqmay nima ekan? Bu yerda nima bor ekan? Uni ham bir ko'raylikchi. Xullas, kavlab tashlashgan. Chunki tuzlar olgan o'shan kavlab tuz olavergan. Bilge Kag'ning haykali. Rikon Sultan Moldova. Haykal taroshga kirib mashada erikmay haykal qildi. Ajoyib insonlar bor. Haykalchidan ko'paygan. Mana haykallarni qilibdi. Mana shu ekan. Ayiq. Malni chirigan bir narsa ekan. Efendim. Bizde ona kalon bo'ldi. O nima ekan? Türk dönemi Qatun heykeli. Qozog'iston Cumhuriyeti. Devordagilar ko'ryapsizlarmi? Buni yangi qilmagan ekan. Buni eskidan bor ekan bu. Shuni deyapti, eskidan bor deyapti. Daralar o'sgan ekan bu yerlarda. Mana. Balolar. Ko'ryapsizlarmi? Ayağımın onu oyam. Madem bir daha gel. Tuz. Madem kiyik. Dağ kiyik. Fil var ekan. Nasarok var ekan. Madem kiyikmiş şuna. Havası zo'r havo bor ekan. Xo'sh. Haqiqatan aytganda asmasi bolalarga juda katta foyda shekilli. Chunki bizda asma yo'q. Lekin havo olish boshqacha ajoyib. Havo olish ajoyib boshqacha. Yana so'rayotganlarga Chankiri. Tuz ma'rasi deb yozasizlar. Chankiri tuz ma'rasi deb yozasizlar. Faqat kelayotganda oldin Chankiri markazga kelasiz, keyin kelinglar. 2-3 yo'l bor ekan. Shag'al yo'l ekan. Mashinalar to'yverar ekan. Men qiynalib ketgan orqaga qaytib oldim. Ya'ni 20 kilometr
orqaga qaytib yana shahar sentriga kirib yana shunday keldik. Mana haligacha mana kavla ketilar ekan akalar. Mana ko'rasizlarmi? Hali ham kavlanayotgan, hali ham olinayotgan. Olib kechaverar ekan yuklab. Boshqadan chiqib ketaverar ekan. Mana shu oldim. Eski mahalla o'sha tashigan aravachalar. Kavlab ketyapti. Ko'ringlarmi? Hozir kavlaydi, mana yuklaydi. Mana orqasida oldi, tuz chiqib ketadi. Bu tuzdan keyin tozalashib yana siz yekkan tuzlar. Mana tuzlar. Bu tuzni foydasi bizim mana yodoviy deb mayda tuzdan foydali, katta foydasi bu. Raklarga, ko'p narsaga foydasi bor. Bu kaya tuz. Kaya tuz degan tosh tuz. Bizda kattalar nimani biladi? Mana o hayvonlarga mol qo'yiladi, nimasiga axiriga soqiladi. Yeyish uchun, yalatish uchun ularga. Ha biz foydasi yo'q tuz deymiz. Foydasi yo'q tuz. Bu искусственный tuz, bu naturalniy tuz. Bu tuzni foydasi katta. Rak bo'lishni oldini oladi. Odamning immunitetini balandlatadi. Mana tuzli suv ekan, mana suv to'plangan ekan. Shu suv mana to'planar ekan, tuzli suv ekan. Kirish mumkin emas ekan. Mana u ham yordam bermayapti. Bitta qalinroq narsa orasida ekan. Agar tellab kelgan bo'lsalar, yo'lda issiqda tellab kirgan bo'lsalar, aniq qalin narsa olinglar. Ancha sovqot yeb hozir. İçimden turashyapti. Xo'sh. Xullas. Ashuna boshqa. Ashuna boshqa ekan. Kelinglar, men tavsiya qilaman.